Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz korrupsiya tushunchasi va unga qarshi kurashishga oid qonunchilik tahlili. Bugungi mavzuyimizga oid quyidagi masalalar darsimizda o'rin olgan. Birinchi navbatda biz korrupsiya tushunchasi shakllari va korrupsiyani yuzaga keltiruvchi omillar haqida, ikkinchidan korrupsiyaga oid milliy qonunchilik hujjatlari sharhi haqida hamda korrupsiyaga oid xalqaro konvensiyalar hamda O'zbekistonning majburiyatlari haqida gaplashamiz. Demak, dastlab korrupsiya tushunchasi shakllari va korrupsiyaga yuzaga keltiruvchi omillar haqida so'z yuritadigan bo'lsak, korrupsiya tushunchasi lotincha corrumpere, buzmoq termini odatda mansabdor shaxslar tomonidan unga berilgan mansab vakolatlari va huquqlardan o'zlarining shaxsiy manfaatlarini ko'zlab qonunchilik va axloq qoidalariga zid ravishda foydalanishni anglatadi. Korrupsiya bu jamiyatni turli yo'llar bilan iskanjaga oladigan dahshatli illatdir. Mazkur illat demokratiya va huquq ustuvorligi asoslariga putur yetkazadi. Inson huquqlari buzilishiga olib keladi, bozor faoliyatiga to'sqinlik qiladi. Hayot sifatini yomonlashtiradi va odamlar xavfsizligiga tahdid soladigan uyushgan jinoyatchilik, terrorizm va boshqa hodisalar ildiz otib gullash uchun sharoit yaratib beradi. Ta'kidlab o'tish o'rinliki, ushbu zararli hodisa katta va kichik, badavlat va kambag'al bo'lishdan qat'iy nazar barcha mamlakatlarda uchraydi. Ushbu zararli illatni bartaraf etish bo'yicha jahon hamjamiyati tomonidan bir qator samarali ishlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, hanuzgacha uni bartaraf etish to'liqligicha amalga oshirilganicha yo'q. Shundan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2020-yil 24-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga murojaatnomasida korrupsiyaga qarshi kurashish butun jamiyat ishi ekanligini ta'kidladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qonun ustuvorligini ta'minlash va korrupsiyaga qarshi qat'iy kurashish bo'yicha muhim takliflarni ilgari surdi. Xususan, islohotlarimiz samarasi ko'p jihatdan 4 ta muhim omilga, ya'ni qonun ustuvorligini ta'minlash, korrupsiyaga qarshi qat'iy kurashish, institutsional salohiyatni yuksaltirish va kuchli demokratik institutlarni shakllantirishga bog'liq. Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, qonun ustuvorligi va sud huquq sohasidagi asosiy vazifalar avvalo sud mustaqilligini to'liq ta'minlash eng muhim vazifalardan biri bo'lishligi lozim. Qonunchilikni yangilashdan maqsad faqat qonun qabul qilish emas, aksincha yangi qonunlar ertaga odamlarga qanday amaliy naf berishi, ularning hayotini qanday yengillashtirish haqida bosh qotirishdan iborat bo'lmoq lozim. Afsuski, jamiyatimizda korrupsiya illati o'zining turli ko'rinishlari bilan taraqqiyotimizga g'ov bo'lib qolmoqda. Bu yovuz baloning oldini olmasak, haqiqiy ishbilarmonlik va investitsiya muhitini yaratib bo'lmaydi. Umuman, jamiyatning birorta tarmog'ini rivojlantirish imkoniyati mavjud emas. Tadbirkorlar hanuzgacha yer ajratish, kadastr, qurilish, litsenziya, bojxona, bank, davlat xaridlari kabi sohalarda korrupsiyaga duch kelayotgani, prezident nomiga kelib tushayotgan ko'plab murojaatlar ham, matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda chiqishlar ham yaqqol ko'rsatib turibdi. Korrupsiyaga qarshi kurashishda aholining barcha qatlamlari, eng yaxshi mutaxassislar jalb qilinmas ekan, jamiyatimizning barcha a'zolari ta'bir joiz bo'lsa, halollik vaksinasi bilan emlanmas ekan, o'z oldimizga qo'ygan yuksak marralarga erisha olmaymiz. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasini ilm-fan va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yilida amalga oshirishga oid davlat dasturini izchil ro'yobga chiqarish, shuningdek jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarida korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashishga qaratilgan davlat siyosatining samaradorligini oshirish maqsadida 2020-yil 29-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 6013 sonli farmoni qabul qilindi. Farmon asosida O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi. Shuningdek, korrupsiya faoliyati xufiyona iqtisodiyotning asosiy turlaridan biri hisoblanadi. Aksariyat hollarda korrupsiya deganda davlat amaldorlari tomonidan shaxsiy manfaatlarni ko'zlab boylik orttirish maqsadida fuqarolardan pora olish, qonunga xilof pul daromadlarini qo'lga kiritish tushunadi. Ammo umuman olganda davlat amaldorlariga emas, balki masalan firmalarning ishchilari korrupsiyaga doir munosabatlar ishtirokchisi bo'lishi mumkin. Pora bilan emas, balki boshqa shakllarda ham bu harakatlar amalga oshirish mumkin. Shuning uchun demak bu davlat amaldorlari faqat korrupsiyani sodir etishni anglatmaydi. 20-asrning ikkinchi yarmiga kelib, xalqaro muammoga aylangan bu korrupsiya globallashuv jarayonida mamlakatlarda boshqa mamlakatlarga ham o'zini salbiy ta'sirini ko'rsata boshladi. 94-yil 31-dekabrda Financial Times gazetasi 95-yilni korrupsiya yili deb e'lon qildi.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti esa korrupsiyaga oid savodxonlikni tashviqot qilish uchun 9-dekabrni korrupsiyaga qarshi kurashish xalqaro kuni sifatida ta'sis etdi. 2004-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasida ham aynan nishonlanib kelmoqda. Endi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga amal etib qaraydigan bo'lsak, 4 marotaba korrupsiya so'zi ishlatilgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining bir vakolatlari sifatida korrupsiyaga qarshi kurashish agentligini rahbarini tayinlash yoki bo'lmasam 95-moddada prezidentning taqdimiga binoan o'sha O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish organi rahbarini saylash o'sha senatning mutlaq vakolatlari sifatida belgilanganligi, aynan senatning mutlaq vakolati bilan bog'liq ravishda 109-moddada senatga o'sha vakolatlar taqdim etilganligi yoki bo'lmasam demak Konstitutsiyamizning 115-moddasida demak ijro hokimiyati Konstitutsiyamizning 115-moddasida ijro etuvchi hokimiyat organlarining ishida ochiqlik va shaffoflikni, qonuniylikni va samaradorlikni ta'minlash, ularning faoliyatida korrupsiya holatlariga qarshi kurashish, davlat xizmatlari sifatini oshirish va ulardan foydalanish imkoniyatini kengaytirish bo'yicha choralar ko'rish Vazirlar Mahkamasining asosiy faoliyat yo'nalishlaridan birida ekanligi mustahkamlangan. Sohaga oid eng muhim hujjat 2017-yil 3-yanvardagi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun deb aytish mumkin. Mustaqil O'zbekiston tarixida ilk marotaba qabul qilingan mazkur qonun korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi organlar hamda tashkilotlar, shuningdek ularning vazifalari korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish yuzasidan amalga oshirish lozim bo'lgan ishlar, korrupsiyani oldini olishga doir chora-tadbirlarni, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni aniqlash, ularga chek qo'yish va javobgarlik, muqarrarlik prinsiplarini belgilab berdi. Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni qoidalarini samarali ijrosini ta'minlash, jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarida korrupsiyani oldini olishga doir samarali tadbirlarni o'z vaqtida sifatli amalga oshirish maqsadida 2017-yil 2-fevral kuni korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga amalga oshirish tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi prezidentini PQ 27/2 qarori qabul qilindi. 2019-yil 27-mayda O'zbekiston Respublikasi prezidentining korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 57/29 farmoni bilan 2019-2020-yillarda korrupsiyaga qarshi kurashish davlat dasturi tasdiqlandi. Jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarida korrupsiyaning oldini olish, unga qarshi kurashishga qaratilgan davlat siyosatining samaradorligini oshirish maqsadida prezidentning O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 60-13 farmoni qabul qilindi. 29-20-iyundagi farmonga asosan O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi. Farmonga muvofiq agentlik vazifa hamda funksiyalari belgilandi. 2021-yil 19-avgustdagi O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish o'tib ketib qolsa. Qaytarib olasizmi? Ozgina. Bo'ldi. 2021-yil 19-avgustda O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi to'g'risidagi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashlari to'g'risidagi nizomlar tasdiqlandi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi PQ 51/17 korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq 2021-yil 1-oktyabrdan boshlab barcha davlat organlari, tashkilotlari, shu jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklarida korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari faoliyati yo'lga qo'yildi. Uning asosiy vazifalari korrupsiya holatlarini barvaqt aniqlash va oldini olish, ularning sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etish, manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik hamda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish choralarini ko'rish hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish maqsadida 2021-yil 18-noyabrda O'zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilindi. Mazkur qonun bilan O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi xodimlari o'z vakolatlari doirasida korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar sodir etilish sabablari va shart-sharoitlarini o'rganish hamda tahlil qilish maqsadida jazoni ijro etish muassasalariga moneliksiz kirishga, zarur hujjatlar bilan tanishishga haqliligi to'g'risidagi qoidalar Jinoyat protsessual kodeksi normalariga tartibga kiritildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi reglamenti to'g'risidagi hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati reglamenti to'g'risidagi qonunlar,
O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish milliy ma'ruzasini ko'rib chiqish deb nomlangan 262 hamda 252 moddalar bilan to'ldirildi. O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi har yili O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi milliy ma'ruzani tayyorlashi, milliy ma'ruzani O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori tomonidan Qonunchilik palatasiga taqdim etishi belgilandi. O'zbekiston Respublikasining 2003-yil 29-avgustda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati reglamenti to'g'risidagi qonunda ham O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi milliy ma'ruzani ko'rib chiqish masalasi aks ettirildi. Qayd etilgan normalardan tashqari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks kodekslarda demak korrupsiyaga qarshi qilmishlar uchun javobgarlik masalasi belgilandi, javobgarlik choralari kuchaytirildi. Fikrimizni aynan shu joyda demak bevosita korrupsiyaga oid xalqaro konvensiyalar yoki xalqaro hujjatlar bilan hamda O'zbekiston Respublikasining bu hujjatlarga muvofiq majburiyatlari haqida davom ettiradigan bo'lsak, yuqorida qayd etib o'tilgan milliy normativ-huquqiy hujjatlarimizda, shuningdek O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha bir qator xalqaro konvensiyalarga qo'shilganligini, natijasida amalga oshirilgan ishlar samarasida ko'rishimiz mumkin, hamda ularni amalga oshirish bo'yicha O'zbekiston bir qator majburiyatlarni olgan. Quyida asosiy xalqaro shartnomalar bilan tanishib o'tamiz. Ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi konvensiyasi qabul qilingan va mana shu konvensiyaga O'zbekiston 2008-yilda qo'shilgan. Bu konvensiya demak o'sha korrupsiyaga qarshi kurashning xalqaro standartlarini belgilab beradi va uni amalga oshirish bo'yicha davlatlarga majburiyatlar yuklaydi. O'zbekiston konvensiyaning barcha talablarini amalga oshirish bo'yicha doimiy ravishda hisobot taqdim etib kelmoqda. Shartnomaning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha tavsiyalari, shuningdek o'sha O'zbekiston tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ishlab chiqilgan tavsiyalar bevosita o'sha tegishli tashkilotlarga taqdim etib kelinmoqda. Bu tavsiyalar davlat sektorida shaffoflikni oshirish, moliyaviy hisobotlarni yaxshilash va fuqarolarning ishtirokini kuchaytirishga qaratilgan. Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligining korrupsiyaga qarshi kurashish konvensiyasi O'zbekistonni MDH da o'sha korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha konvensiyasiga ham qo'shilganligini biz ko'rishimiz mumkin. Bu konvensiyada MDH davlatlar o'rtasida korrupsiyaga qarshi kurashishda hamkorlikni rivojlantirish masalalari nazarda tutilgan. O'zbekiston aynan korrupsiyaga qarshi kurashning asosiy yo'nalishlarida O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandiki, ya'ni korrupsiyani oldini olish, korrupsiyani oldini olish uchun davlat xizmatchilarining moliyaviy hisobotlari, raqamli texnologiyalardan foydalanish, shaffoflikni oshirish kabi chora-tadbirlar belgilab berildi. Korrupsiya holatlarini aniqlash va jazolash, korrupsiya holatlarini aniqlab, unga tegishli qonunlarda belgilangan jazo choralarini qo'llash bevosita maxsus organlar tomonidan, xususan prokuratura, ichki ishlar organlari tomonidan demak tashkil etib kelinmoqda va ayni mana shu holatlarda fuqarolarning ishtiroki ham kuchayganligini bevosita ko'rishimiz mumkin. Fuqarolarning korrupsiyaga qarshi kurashda ishtirokini kuchaytirish maqsadida ham demak korrupsiya holatlar haqida xabar berish imkoniyatlari yaratilgan va bu ishlar takomillashib kelmoqda. Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha demak O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro hamkorlik rivojlanishiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Bu yo'nalishda Birlashgan Millatlar Tashkilotini, Yevropada xavfsizlik hamkor tashkilotlari yoki Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi tashkilotlari bilan birgalikda hamkorlikda ish olib bormoqda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish qonunchiligi yildan yilga takomillashtirib bormoqda. Xalqaro standartlarga milliy qonunchilik moslashtirilmoqda. Davlatning bu sohadagi sa'y-harakatlari bevosita jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir etmoqda. Biroq korrupsiyaga qarshi kurashishning samaradorligini oshirish uchun qonunchilikni yanada takomillashtirish, shaffoflikni oshirish, fuqarolarning ishtirokini yanada kuchaytirish lozim. Mana shundagina korrupsiyaga jiddiy ravishda kurashish va uni salbiy natijalarga barham berish mumkin. Bugungi darsimizda muhokama etilgan masalalar asosiy qismi shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.